UFC tarixidagi eng tez 3 ta nokaut va qiziq tomoni Conor McGregor bu ro'yxatga kira olmagan. Videoni yo'qotib qo'ymaslik uchun obuna bo'lishni unutma. 3-o'rinda ushbu jangchini ko'pchilik koreyskiy zombi nomi bilan taniydi. 10-dekabr 2011-yil UFC 140 raqamli turnirida u raqibi Mark Hominikni atigi 7 soniyada nokaut qilgan. Bu zarba shunchalik tez bo'lganki, tomoshabinlar hali joyiga o'tirishga ham ulgurmagan edi. 2-o'rinda esa Duane Ludwig, u 2006-yilda raqibini atigi 6 soniyada nokaut qilgan. Uzoq vaqt davomida aynan shu natija UFC tarixidagi eng tez nokaut bo'lib turgan. 1-o'rinda esa Jorge Masvidal, u Ben Askrenga qarshi jang boshlanishi bilan yugurib kelib, sakrab tizza zarbasini berdi. Natija esa atigi 5 soniya ichida nokaut. Aslida nokaut 3 sekundda bo'lgan. Qolgan 2 sekundida Masvidal qo'shimcha zarbalar bergan. Va undan nega nokautdan keyin ortiqcha zarba berding deb so'rashganida, u yerdagi hech qaysi zarba ortiqcha emas edi degan javob bergan. Bu hozirgacha UFC tarixidagi eng tez nokaut hisoblanadi. O'z fikringizni izohlarda qoldiring va obuna bo'lishni esingizdan chiqarmang.